Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun teri yallig'i degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi shu teri yallig'ininki qandaq bir kasal ekanligi, uning qandoq kelib chiqadiganligi, uningki kasal alomatlarining nima ekanligi va uni qandoq davolash to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlə leksiyanın təfsilatı bolsun. Teri yallığı deganimiz ma'lum bir kasallikninki nomi bo'lmasdan, balki o'xshamagan sabablardan kelib chiqqan va kasallik alomatlari o'xshib ketadigan bir to'p teri kasalining o'rtaq atalishidir. Teri yallığının nurg'un sabablari va shakllari bor bo'lib, u odatda qishqoq, qurg'oq teri yoki qapartma degandek har xil turlarni o'z ichiga oladi. Teri yallig'i doirasiga kiradigan kasalliklar odatda sog'lomlikqa ig'ir ziyon keltirmaydi. U yuqumliq emas, ham shundaqla u terining maynat yoki yuqumlanganligidan derak bermaydi. Teri yallığınınki türleri. Yani men yuqarı deb o'tgandagidek, teri yallığı yalğız bir kasal bo'lmasdan, u bir top kasalninki o'rtaq nomi bo'lib, teri yallığını uning paydo bo'lish o'rni va ahvoliga asosan tuvandagidek turlarga ayirish mumkin. Birinchisi olayda teri yallığı. Yani ba'zida uni ho'l tamratga debmi ataymiz. İkincisi uchrashish xarakterlik teri yallığı. Yani badanimiz bilan bevosita tegish, uchrashish tufaylidan kelib chiqqan teri yallığı. Üçüncüsü zaka yoki yo'gak teri yallığı. To'rtinchisi ko'p terlik teri yallığı. Beshinchisi nervi xarakterlik teri yallığı. Oltinchisi tangisimon teri yallığı. Yettinchisi kalpuk teri yallığı. Sakkizinchisi mayliq teri yallığı. Yani mana bular ko'p uchraydigan teri yallığınınki turlari. Albatta, buningdan boshqami yana har xil teri yallig'lari bor, ammo u uncha ko'p uchirmaganligi uchun men bu yerda bir-birlab o'tirg'a qo'ymadim. Teri yallig'ininki o'rtaq kasallik alomatlari nimalardan iborat degan vaqtida, garchi o'xshamagan teri yallig'ining konkret kasallik alomatlarida ba'zi farqlar bo'lsa-mu, ammo teri yallig'ining tövəndikidek o'rtaq kasallik alomatlari bor. Birinchisi ta'siriga uchragan teri qichishish, ikkinchisi teri qurg'oqlik, teri qo'pollashish yoki teri yarisi, uchinchisi o'xshamagan rang, o'xshamagan shakldagi tamratga, to'rtinchisi teri ishqi, suvliq ishqi va qapartma, beshinchisi teri nipizlashish yoki teri qililishish, oltinchisi tuk xaltisi yallig'lanish yoki donaxo'rak. Teri yallig'ining sabablari, ya'ni teri yallig'i nima sababdan kelib chiqadi degan vaqtida, teri yallig'i odatda immunit sistemasining ziyoda sezgurligi, irsiy aloyidlik va muhitning o'rtaq ta'siridan kelib chiqadi. Birinchisi immunit sistemasining ziyoda sezgurligi va atrofdagi kichik g'idiqlag'uchiga ziyoda inkas qaytirish. Bu teri yallig'ini keltirib chiqaradigan eng muhim omillarning biri. İkincisi irsiy omil, ya'ni gen. Biz ota-onamizdan ega bo'lgan ba'zi irsiy aloyidlik bizning teri yallig'iga oson giribtor bo'lishimizni belgilashi mumkin. Uchinchisi kiyim-kechakka ishlatgan material, girim buyumlari va sopun.
bizningki terimizda ba'zi g'idiqlash paydo qilib, terimizning ularga bo'lgan allergiyasini paydo qilishi mumkin. To'rtinchisi, muhitdagi har xil g'idiqlug'uchi moddalar. Beshinchisi, dora va har xil ximiyalik moddalar. Yana o'xshamagan kishilarningki bu moddalarga bo'lgan, bu g'idiqlug'uchiga bo'lgan sezgirligi o'xshamag'achqa, ba'zi kishilar ularga reaksiya qilmasligi, yana allergiya qilmasligi mumkin. Ba'zi kishilarning u moddalarga bo'lgan sezgirligi yuqori bo'lganligi uchun u moddalarga allergiya qilishi, yana reaksiya qilishi, shu sababdan u kishilarda teri yallig'i paydo bo'lishi mumkin. Undaqda bu teri yallig'ini qandaq bir taraf qilishimiz kerak? Ya'ni biz teri yallig'iga giribdor bo'lgan vaqtida nimalarga diqqat qilishimiz kerak degan vaqtida, teri yallig'i doirasiga tava kasalliklarning ba'zilari jiddiy xarakterlik bo'lib, uningga sabab bo'lgan omil bir taraf qilinsa, teri yallig'imi saqayib ketishi mumkin. Ammo ko'pincha teri yallig'i ost xarakterlik kasallik bo'lib, uni tal to'kis davolab saqaytish nisbatan qiyin. Uning uchun tuvandikilarga diqqat qilish kerak. Birinchisi, teri yallig'ining kelib chiqishiga sabab bo'lgan omillarni tepib chiqish va u omillardan saqlanish. Ikkinchisi, doktorga ko'rinib, qaysi xildagi teri yallig'i ekanligiga aniq diagnoz qo'yish. Uchinchisi, teri yallig'ining paydo bo'lishiga sabab bo'lgan omillardan saqlanish va ularni bartaraf qilish. To'rtinchisi, qishqan terini bevosita kuchab totilashdan, uni zaxmi qilishdan saqlanish. Beshinchisi, issiq suv va mo'tadil sopun bilan terini yuvish. Oltinchisi, qurg'oq teriga malham maylarni surib terini nam tutish. Ya'ni agarda bizningki bu terimizning yallig'ini biz ishlatgan girim buyumlari yoki sopun yoki doim ichimizga kiydigan kiyim-kechaklar keltirib chiqargan bo'lishi mumkin deb gumonlansak, shu ishlatgan kundalik turmush buyumlarini o'zgartib beqishimiz, hatto ba'zilari sopundan kelib chiqishi mumkin yoki ish kiyimdan kelib chiqishi mumkin. Undaqda shu ishlatgan sopunlarni, ish kiyimlarni almashtirishimizga to'g'ri keldi. Ya'ni bu teri yallig'ini davolashda eng muhim bo'lgani uni qandaq davolash emas, balki uni keltirib chiqargan omillardan qandaq qutulish. Bu kasalni talto'kis davolashda texmi muhim. Agar biz uni keltirib chiqargan omillar bilan uchrashishni davomlashtiraverib, uni qandaq davolashimizdan qat'iy nazar bir tarafdan saqaysa, yana bir tarafdan qaytadan paydo bo'lishi mumkin. Shunglashqa teri yallig'ini davolashda eng muhimi uning sababini tepib chiqib, uning shu teri yallig'ini keltirib chiqargan sababdan qutulish. Bu bizningki teri yallig'idan xoli bo'lishimizda alohida muhim ahamiyatga ega va bizning alohida diqqat qilishimizga arziydigan ish. Bu teri yallig'i to'g'risidagi bu qisqa leksiyani mishat oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglar ko'pdan ko'p rahmat. Turmushda ba'zi kichik ishlar, ya'ni ko'zimizga ilmagan ishlarmi bizningki hayotimizda nurg'un rahatsizliklarni ilib kelishi mumkin. Bo'libmi bak turmushdagi odatdagi kichik va ost xarakterlik kasalliklar garchi bizning hayotimizga tahdid ilib kelmasimi, ammo bizningki kundalik hayotimizda nurg'unlagan qolaysizlik va rahatsizliklarni ilib kelishi mumkin. Ulardan saqlanishda naytda kichik turmushdagi naytda oddiy savatlarmi bizningki u uşaq kasalliklardan saqlanishimizda alohida ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Shunglashqa bu qarindoshlarga oz to'la foydasi bo'lib qolsin degan maqsadda bu qisqa savatni so'zlab o'tdim. Oxirida hammanglarning diqqat berganinglarga yana bir qitim rahmat. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.